Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimiz a'zolari. Albatta ushbu videoni o'tkazmasdan ko'rishga tavsiya beraman. Sababi bugun hozirga umra ziyoratiga borishlikni niyat qilib turgan do'stlarimiz bo'lsa, yosh katta insonlar bo'lsa, hojilarimiz bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqishlik uchun siz uchun faqatgina aloqaga chiqib, zagina pasportingizni tashlab bersangiz joiz, ketadigan sanangiz aniq bo'ladi. Viza bilet yozilishi uchun. Borgan inson uchun talab qilingan narsa aytib o'tganimiz zagina pasport. Biz esa hozir rasman Hikmat Travel'ning o'zini litsenziyasiga ega Andijonda filialiga kelganmiz. Bemalol ofisga kelib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agar siz 12 ta viloyatda Vodiydan, Vohadan ko'rayotgan bo'lsangiz, Toshkentdan, Samarqand, Buxorodan ko'rayotgan bo'lsangiz, onlayn joyingizda bron qilsangiz bo'laveradi. Hozir biz rasmiy xonamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Ya'ni ketish sanalari qachonga bor va narxlarimiz necha bo'lyapti. Mana shu hayit namozini o'qib kelishlik uchun bir kun bo'lsa ham ulgurishlik iloji bo'lsa, so'raymiz. Agar tayyor insonlar bo'lsa, aloqaga chiqib, joyingizni bron qilib yozib qo'yaverasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum. Xo'p, hozirda reyslarimiz qachonga bor? Xo'p, inshaalloh reyslarimiz 18, 23, 30 mart kunlariga Farg'onadan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, 19, 24, 30 mart kunlari Namangandan Madina Munavvaraga. Bular hammasi 14 kunlik safarlarimiz. 14 kunlik safar. 14 kun, 21, 28 mart kunlari Andijondan Madinaga. Endi Toshkentdan, Vohadan boradigan ziyoratchilarimiz bo'ladi. Bularga 18, 19, 23, 26, 28, 30 mart kunlariga Toshkentdan Jiddaga va Madina Munavvaraga inshaalloh safarlarimiz bor. Reyslarimiz juda ham ko'p ekan. Albatta narximiz endi necha pul bo'ladi? Mana shu mart oyi oxirigacha. Xo'p, narxini to'g'risini xolis aytaman, shu bolalarga ma'lumot beruvchi bolalarga aytsam, o'zlari narxlarni aytishadi. Meni bilishimcha shu hozir mana haj mavsumi yaqinlashyapti. Saudiya o'zi bekitadi chegaralarini. Saudiya o'zi chegaralarini bekitadi. Mana Ramazondan keyin odamlar to'planib qolgan, bir 10 kuncha muddat orada bo'lib safar ham to'xtab qoldi. Shuni evaziga ozgina narxlar qimillab qolgan. Sababiki hamma intiladi. İnson zoti borki Madina Munavvaraga, Makka Mukarramaga intiladi. Ramazondan oldin dekabrlarda, yanvarlarda, dekabr, noyabr oylarida bizning reyslarimiz $700, $800dan ham reyslar bor. Endi hozir men tushunishimcha shu $1100 bilan $1200 atrofida bo'ladi Allohga. Shunaqa chiqadi. Hozirgi kunda holatga $1100, $1200 atrofiga chiqadi safarlar. Mana shu aytgan reyslaringizga bemalol quyidagi nomerlarga operatorlar 24 soat 7 javob beradi. Inshaalloh bolalarimiz o'zlari javob beradi, yurtni bolalari. Sizga va operatorlarga bizdan talab qilingan narsa va ko'rayotgan inson, hoji-onalarimizdan ketadigan insonni umumiy aytganda faqatgina zagiran pasport kerak bo'ladi xolos. Shu zagiran pasportni shu telefonlarga telefon qilib, shunaqa biz umraga bormoqchimiz desa, ular pasportlarni tashlashib bersa, onlayn holatda joylarni band qilsa bo'ladi. Endi biz ziyoratga ketyapmiz. Aeroport o'zlari ish guruhlar kutib olib, 50 bosh tayinlanib, bitta gruppa qilib ketiladi. Inshaalloh bizda Andijon Hikmat Travel jamoasi doimiy 50 boshni birga jo'natadi va birga olib keladi. Biz bilan ketadigan hamsafarlarimiz inshaalloh biz aeroportda biz kutib oldikmi, birgalikda Madina Munavvaraga yoki Jiddaga xayrli reysimiz bo'lsa, birga ketib inshaalloh 14 kun davomida otalari bilan, onalari, yaqinlari bilan birga safar qilib birga kelamiz inshaalloh. Birga qaytib kelamiz. Xudo xolasa. Endi Madina Munavvarada necha kun bo'lamiz? Makka Mukarramada necha kun bo'lib ibodat qilamiz? Xo'p, Madina Munavvarada inshaalloh 2 kecha 3 kun hisoblanadi. Ya'ni borasiz, borib xonalaringizga joylashasiz, joylashgandan keyin bir kecha o'tadi, ertasi kungi kechasi ham o'tadi. Endigi kuni, ya'ni 3-kunda peshin namozidan keyin inshaalloh Madina Munavvarada Makka Mukarramaga yuriladi. Madina Munavvarada bir qator endi ziyoratgohlarda, sayohatgohlarda aytib o'tsangiz. Xo'p, Madina Munavvarada zaruriy aytadigan narsalarimizdan bittasi obunachilarimizga va ziyoratchilarimizga. Xo'p, biz mazhabimizda namozni imomning arkasida o'qishlik shart. Shuning uchun Madina Munavvarada aksar ziyoratchilarimiz endi u diyorlarda dunyoning hamma joyidan ziyoratchilar keladi. Ziyoratchilar kelgandan keyin ba'zi ziyoratchilarimiz bo'lib qolyapti, imomni oldi tomonidan namoz o'qib qolyapti. Shuni ehtiyotini qilishlarini so'rardik, sal ertaroq harakat qilib,
shu imomni orqa tomoniga o'tib olsa, o'sha yerda plastmassalarga yozib qo'ygan joyi bor. Masalan, bu yog'i imomni orqasi. Endi bir hisobingizni olingki, bu yerdan ziyoratga borgan odam borib turib o'sha yerda Madina Munavvarada namoz o'qisayu mazhabimizga muvofiq namoz o'qimaydigan bo'lsa, uni savobi ham to'g'ri bo'lmaydi-da. Keyingi zarur aytib qo'yadigan narsamiz, hurmatli obunachilar, guruhimiz a'zolari va ziyoratchilarimiz, bizni O'zbekiston musulmonlar diniy idorasini ko'rsatmalari asosida ibodat qilamiz inshaalloh. Bizni obunachilarimizga, yana boradigan ziyoratchilarimizga taklifimiz shuki, u yerlardan ba'zi odamlar kitob tarqatadi. Yer yuzida hamma joyda odam borda. Ba'zi kitoblarni ko'tarib O'zbekistonga olib kelmasizlar. Bizni O'zbekistondagi ulamolarimizni, diniy fatvo hay'atlarining kitoblari yetarli. O'zlarining mutolaalari bo'lmasa, kitob olmasizlar. O'zi o'sha yerga borib, eli boshiga quloq solsin. Hozirgi holatlarda bo'lib qolayotgan narsa ba'zi o'rinlarda nimadan keladi-da, ziyoratdan keladi-da, mana masjidlarga kirganda ominni jahiy aytishib qo'yyapti. Shu narsalar sekin-sekin olib kelib qolyapti. Bizni yurtimizni ulamolari bizga yetarli. Alhamdulillah. Ana endi Madina Munavvarada imom orqa tomonida ibodat qilishni tavsiyasini aytdik-ya, zaruriy narsa. Keyingi narsa, biz mana Uhud tog'iga olib boramiz. Uhud tog'iga olib boramiz ziyoratchilarimiz. Uhud tog'iga borganda nimaga boriladi Uhud tog'iga? Bir tog' bo'lsa deyish mumkin-da odamlar. O'zi aslida mana shu yerlarda, diyorlarda janoza o'qisak, har safar imomlarimiz bir janozaga qatnashgan musulmon odam, janozasiga qatnashgan odam bir qiroat ajr topadi. O'sha borishlikdan maqsad bir janozaga qatnashgan odam qancha ajr topishligini ko'rsatgani bo'ladi. O'zi Uhud tog'i uzunasiga 7,5-8 kilometr atrofida. Eniga 2,5-3 kilometr. Bo'yi 350 metr. Umumiy tonnasi og'irligi 45,5 milliard tonna deyiladi. Bitta janozaga qatnashgan odam 45,5 milliard tonna Allohning ajr oladi. O'shani ko'rishlik, tushunishlik, endi Madina Munavvarada har bir o'qilingan namoz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadis shariflariga muvofiq Madina Munavvarada Masjid-i Nabaviyyada o'qilingan namoz boshqa masjidlarda o'qilingan namozdan 1000 barobar afzal. Makka mukarramada o'qilingan namoz 100,000 barobar afzal degan hadislar bor. Shu o'rinda aytamizki, ziyoratchilarimiz Madina Munavvaradagi janozalarga ham qatnashsin. Namozni o'qitib sekin teskari qarab ketmasin. Chunki o'sha yerda bitta janoza 1000 barobar bo'lyapti-da, Kabai muazzamada 100,000 barobar bo'lyapti. Keyingi zarur narsalarimiz, hurmatli obunachilar, ziyoratchilar, umra safariga chiqmoqchi bo'lsalaringiz, iltimos o'zimizning diniy idoramizni umra ibodat tavsiyalari degan kitoblar bor. Shularni olib ozgina o'qilsa, o'sha yerga borganda qayerlarda yuriladi, ozgina ma'lumotlar bo'lsa, osonroq bo'ladi. Bu oxirat safari. Rasulullohga muhabbat qilingan safar, Alloh taoloning baytini tavof qilish uchun chiqilayotgan safar. Imkon boricha ozgina bir ma'lumot o'qisalar yaxshi bo'ladi. Eli boshiga ham oson bo'ladi. Juda ham ko'p o'rinlarda ziyoratchilarimiz jarimaga tushib qolishyapti. Ya'ni o'sha aytilgan ihromdagi amallarga, buyruqlarga amal qilmasdan jarimaga tushib qolishyapti. Safar davomida safarda ilmini bilmaydi-da. Shuning uchun imkon boricha ozgina kitob qarasa yaxshi bo'ladi. Mahallalaridagi umraga borib kelgan ziyoratchilardan bir maslahatlarni so'rasa yaxshi bo'ladi. Endi bir tasavvur qiling, uka otasini umraga jo'nataman deb Koreyadan, Rossiyadan, boshqa mamlakatlardan tangalar pul yig'ishadi. Kimdir otasining onasini umraga jo'nataman deydi. Bu borib turib bir jarimaga tushib qolsa, bir ibodatini to'liq qilmasa, unga biz ham ishimiz og'riydi-da. Haligi xizmat qilib otamni onamni umraga jo'nataman degan farzandga ichimiz og'riydi. Misqollab yillar davomida yiqqan pullarni misqollab yig'anida otasi borib bitta qo'yga tushib qolsa, otasi borib ziyoratni puxta qila olmasa, bu juda ham achinarli holatda. Qo'ydi ham adashmasam, Saudiya ana shu joyda o'zida. Albatta o'sha yerda emas. Jarimaga tushib qolinsa, agar siz ihrom kiydingiz, bordingiz, umra amali davomida agar jarimaga qo'yga tushib qolsangiz, qo'yni ham har qanaqangi sadaqasini ham beriladigan to'lovini o'sha haram hududini ichida qilinadi.
u yerda jarima qilgan odam bega kelib O'zbekistonda to'lay olmaydi. Faqat o'sha belgilangan hududda pul so'ydiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu ma'lumotlar albatta birinchi marta va qayta borgan insonlar juda ham zarur. Hoji aka, qarang, mana shu safar davomida o'zingiz ham ketasiz, ishlasam. O'zingiz sizga ham mana shu siz bilan borishni videoda ko'rgan inson endi ichidan qalban, ko'ngli xotirjam bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizga intilib mana shu hoji akam bilan niyat qildim borishni degan inson bo'lsa, reysingiz qachonga inshaalloh rejalashtiryapsiz? Inshaalloh bizni reysimiz xudo xolisa 21-mart kuni Andijondan Madinaga. Andijon Madina reysi. Andijon Madina reysi. Endi shu o'rinda aytib o'tib ketishimiz kerak. Hozirgi kunda dunyodagi notinchliklar sababli reyslar o'zgarib qolyapti. Nimaga? Bizni umumiy Hikmat Travel jamoasi va O'zbekistonda qancha shu litsenziya olgan bo'lsa, shu umra ishi bilan shug'ullanadiganlar har bir olib ketgan ziyoratni sog'-salomat olib borib, sog'-salomat vatanga bola chaqasini olib kelib qo'yish kerak. Endi shuning uchun ba'zi odamlar nimaga reysga yetishtiriladi, nimaga o'zgarib qoladi? Endi dunyodagi holat hamma bir turibdi. Oldin biz O'zbekistondan uchgan samolyot Saudiya bilan O'zbekiston bilan hamkorlik bo'lardi, to'g'ri uchib Saudiyaga qo'naveradi. Eron ustidan uchib o'tadi. Hozirgi kunda mana to'polonlar bo'lib ketdi. Endi ilojsiz biz Turkiyaga borib Trabzon degan Turkiya viloyatining Trabzon degan vodisi bor ekan. Shu yerga qo'nadi. Yo'lovchilar samolyotdan tushmaydi. Yana yoqilg'ini qo'yadi, uchishda davom etadi. Shuni evaziga endi oldin ikkita davlatning o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, muloqot endi hozir uchta davlatning o'rtasida. Qachonki Turkiyaga ruxsat berish kerak biz samolyotlarimizni qo'yishga. Shuning uchun reyslar ozgina yoqa-bu-yoqa bo'lib, misol bir kun, yarim kunga kech qolib qolinadigan bo'lsa, nimaga reyslar kechiktirildi, yoki kelish kechiktirildi, yoki ketish. Alhamdulillahki, bu tepadagi rahbariyatlar ruxsati bilan mana bu Hikmat Travel jamoasini yana jamiki shu litsenziya olgan firmalar harakat qilib, intilib, bizni O'zbekistondagi ziyoratchilarni shu Rasulullohning diyoriga, Ka'ba-i Muazzamaga olib boramiz deb qo'ldan kelgancha intilyapti. Alloh taolo bu xizmatlarni bardavom qilsin. Alloh taolo hech qachon Ka'ba-i Muazzama bilan Madina-i Munawvara bilan bizni yurtimizni o'rtasida uzib qo'ymasin. Albatta inshaalloh. Hoji aka, qarang, mana shu ko'p aytib o'tdingiz, reyslar kechiktirsa har xil gap so'z, mana shu firmaga har xil gaplar bo'ladi, negativlar. Aeroportda o'zida ham bo'ladi va borib kelgan insonlar asosan ayrim kommentariy yozishyapti-da. Taomlari bunday ekan yoki mehmonxona masofasi uzoq ekan, qiynalib qoldik. Shunda ozgina to'xtalib o'tib ketsangiz. Mehmonxonamiz necha kilometr berilyapti, asosan necha kilometr tushyapmiz. Endi Madina Mukarramadagi qiziq bizga Madina Munawvaradagi yaqin, Makka Mukarramadagisi inshaalloh hozirgi aksar ziyoratlarimiz tushayotgan joy Abroj Daniya degan mehmonxonamiz, Mira Ravda degan mehmonxonamiz bor, Abroj al-Misk bor, Tala al-Masih bor. Endi inshaalloh Ramazondan keyin Sana al-Misk, yana al-Javar degan 12 ta mehmonxonamiz bor. Inshaalloh haram hududining ichida, uzoqda emas. Avtobusga chiqadi, keladi. Ba'zi mehmonxonalarimiz piyoda ham kelsa bo'ladigan joyda mehmonxonalarimiz bor. Ozgina mehnat piyoda yursa ham kelsa bo'ladigan mehmonxonalarimiz bor. Endi bizni ziyoratchilarimizga, obunachilarimizga aytadigan narsamiz, imkon boricha shu uydan Alloh taoloni rozi qilishlik va Rasulullohning shafoatiga yetishlik uchun safar qilingandan keyin imkon boricha vaqtlarini mehmonxonaga kelib mehmonxonada yotishlik bilan emas, Ka'ba-i Muazzamada yer yuzida yo'q ibodat, tavof ibodatlari bilan shug'ullansa yaxshi bo'lishadi. Qarangki, Ka'bada tavof ibodati bor. Yer yuzi boshqa joyda Qur'on o'qisiz bo'ladi. Namoz har qanday namoz o'qisiz bo'ladi, lekin tavof ibodati faqat Ka'bada bor. Shuning uchun men juda ko'p ziyoratchilarimizga tavsiya beramanki, birodar, soat 4 da, ya'ni saharda. Hozir endi namozni ham 5-6 da bo'layotgan bo'lsa, nimaga bordir, yozga bor, ertaroq bo'ladi. Ya'ni namozdan oldin saharroq vaqtlarda Ka'ba-i Muazzamaga borsa, tavofni boshlasa, kechasida 120 ta rahmat Ka'ba-i Muazzamaning ustiga yog'adi, kunduzda 120 ta rahmat yog'adi. Odamlar ibodatlarni tartiblab olsa, ibodatlarni ajrlarini ko'paytirib oladi. Ya'ni saharda borsa, Ka'baning tavofini boshlaydi, inshaalloh 120 ta rahmatga ega bo'ladi. Keyin jamoat bilan namoz o'qiydi, jamoat bilan o'qilingan namoz 27 ta barobar ajrli. Endi u Ka'bada bo'lganligi uchun 100 ming barobarga ko'payadi.
Endi o'sha yerda ozgina zikr qilib o'tirib, keyin yana turib tavofini boshlab turib, quyosh chiqquncha tavof qiladigan bo'lsa, yana kunduzgi 120 ta rahmat deb o'ylayapti. Endi Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadisi bor, ko'p qaytaramiz birodarlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir banda bir masjidga kirsa, u masjidda bamdod namozni o'qisa va quyosh chiqquncha zikr qilib o'tirib, zuho ya'ni shoshgoh namozni o'qigan bo'lsa, Alloh taolo unga bir to'liq haj va bir to'liq umrani ajrini beradi. Ya'nisi bor. Endi siz Ka'ba-i Muazzamada borib namoz o'qiyapsizmi? Endi 100 mingta haj, 100 mingta umrani ajri bo'ladi inshaalloh. Chunki Madina-i Munavvarada, Masjid-i Nabaviyda ibodatlari 1000 barobarga ko'paytiriladi. Makka-i Mukarramada 100 mingga ko'paytiriladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, bu o'qilayotgan namozlar ajrini ko'paytiradi. Ya'ni men qazosi bor odamlar 100 ming yillik hisoblab turib meniki o'tdi deyilmaydi. Qazolar kunma-kun ibodatlar ado qilinadi. Qazolar ado qilinmasa bo'lmaydi. Ajrlar ko'paytiriladi, lekin o'rnida qoladi. Endi reyslar masalasiga keladigan bo'lsak, reyslarni kechikib qolishi yoki vaqtidan ertaroq, kechroq uchishi bizga taalluqli narsa emas. Havo yo'llariga taalluqli narsa. Biz havo yo'llaridan reyslarimizni olamiz. Qachoniki biz mana O'zbekiston uchayapti, tasavvur qiling, O'zbekistondan uchayotgan samolyot Turkiya bilan kelishgan holatda Turkiyaga qo'nib, zapravkasini qilib, ya'ni yoqilg'isini qo'yib, Madina-i Munavvaraga uchib borib, endi u Saudiya qabul qilish kerak. 3 ta tomonlikda kelishuv asosida uchayapti endi. O'z-o'zidan agar bir tushunadigan odam bo'lsa, bunday qarasa, yer yuzida necha million samolyot uchayapti. Necha mingta samolyot uchayapti. Endi shuning orasida kechikib qolishi yoki qaytishda kechikib qolishlari shu sababdan xolos. Endi biz ziyoratchilarimizni sog'-salomat olib ketdikmi, hammamiz ham sog'-salomat ota-onasiga, bola-chaqasiga qaytarib berishimiz kerak. Uydagilar ba'zi o'rinlarda meni otam kelmayapti, onam kelmayapti, ijobatchilik bilan bizni jamoamizda, Hikmat Travel jamoasi va yana boshqa jamoalarda ham inshaalloh agar ziyoratchining kuni 14 kun bo'lsa, endi bir sabablarga ko'ra reys kechikib qoldi. Bir 2 kun, 3 kun, 4 kun endi yer yuzidagi notinchliklarga ham e'tibori borda, kechikib qoladigan bo'lsa, hijolat bo'lmasinlarki, bizni jamoamiz 1 so'm pul oshiqcha to'lab olmaydi. Ya'ni agar 14 kundan 15 kun bo'ldi, 16 kun bo'ldi, 18 kun bo'lib ketdi, endi oshiq pul to'laymizmi endi bu uydagilar ham hijolat bo'lmasin, ovqat ozig'i, yotoq turadigan, iyag'iga ziyoratchimiz ham hijolat bo'lmasin. Faqatgina yo'l boshsini aytganini qilsin. Endi bitta narsa borda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislari bor. Yo'lga chiqsangiz, shu o'zingizni ustingizdagi rahbaringizga bo'ysuning degan. Shu ellik boshlarni qo'shib berilyaptimi, imkon boricha ellik boshlarga e'tibor berib, gaplariga quloq solinsa, ibodatlari ham to'liq bo'ladi. Keyingi aytadigan narsamiz shuki, mana 2026-yildan haram hududlarida telefonda videoga olib yurish taqiqlanyapti. Shu yangi qonun kirgizilgan. Biz O'zbekistonga kelgan ziyoratchilar, masalan, Imom Buxoriyga qayerga ziyoratga kelsa, O'zbekiston qonunchiligi asosida yuradi. To'g'rimi? Biz ham Saudiyaga borsak, Saudiya qonunchiligi asosida yashashimiz kerak. O'zimiz bilgancha videoga olib, bunga o'sha Saudiya qonunlariga zid ishlar qiladigan bo'lsak, bizlar jarimaga tortadigan bo'lsa, biz u qonunni bilmaganligimizdan biz mana ogohlantirib qo'yapmiz. Keyingi o'rinlarda shuki, ba'zi odamlar Masjid Nabaviyga, Ka'baga borganda hayoli xatiri telefon ko'tarib video qilib yurish bo'ladi. Rasmga birodarlar, biz endi ibodatga boryapmiz. Rasululloh shafoatini izlab ketyapmiz. Allohning jamolarini izlab ketyapmiz. Biz imkon boricha tavoflar Ka'ba-i Muazzamada tavoflarimizni ko'paytiraylik. Mehmonxonada yotgandan ko'ra. Madina-i Munavvarada Rasulullohga salovatlarimizni ko'paytiraylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, meni ummatlarimdan qaysi biri kelib turib, meni yonimga kelib salom beradigan bo'lsa, Alloh taolo meni jonimni qaytarib beradi. Unga tiriklik zabonim bilan salomini alik olaman. Har namozga kelganingizda ertaroq kelingda Rasulullohga salom bering. Rasulullohning diyorida turishlik, Rasulullohning yonida yurishlik. Shu 2 kun, 3 kun davomida siz shunday muhabbat qilingki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoatiga yetib oling. Yetishib olsin. Ya'ni erta qiyomat kunida quyosh nayza bo'yi pastga tushganda hech kimdan najot olmaydi. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xos ummatlarigina shafaat qiladi.
bizni ega borishligimizdan maqsadimiz Rasulullohimizni otamizdan ham onamizdan ham mehribon bo'lgan Rasulimiz yoniga ketyapmiz. Reyslarimizni kechikishi, uchishi emasda sabablar shu sababli xolos. Biz aynan ataylabdan ziyoratchilarni kechiktiribroq uchun o'zi aslida tushuntirish uchun aytyapman. Masalan, siz bordingizlar, bir kuniga hech bo'lmaganda bitta odamdan $20 ziyon qiladi firma. 20 dollar. Endi agar 200 ta odam qoladigan bo'lsa, eng yengilini aytyapman. Mehmonlar aqli u. $20 dan $50 bitta odamdan ziyon qiladi. Endi 200 ta odamdan qancha ziyon qiladi? O'shanaqa ziyon bo'lsa ham bu odamlarni sog' salomat uydan olib keldim, sog' salomat uyga olib borib qo'yay deb 1 so'm pul olmasdan, yegizib, ichkizib, baqib, yana samolyotini reysini qilib olib kelyapti. Bunga o'zi aslida to'g'risi rahmat aytish kerak. Albatta. Endi oson narsa emas-da, buni boshqa mamlakatda buncha ziyoratchini ushlab turish oson narsa emas. Har bir odam oddiy o'ylang, biz O'zbekistonda hozirgi kunda necha pulga bitta odamning kun tirichligi o'tadi. Bitta odamni o'zini hech kim qancha pulga baqamiz. To'g'rimi? Shuning uchun biz aytmoqchi bo'lgan narsa, biz albatta Hikmat Travel jamoasi ukalarimiz bilan birgalikda Rasulimizni mehmonlarini va Alloh taoloni Zuyufur Rahman deb qo'yadi. Allohning mehmonlarini, xizmatlarini qilishlikdan mamnunmiz. Inshaalloh pastda qoldirgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, bolalar o'zlari javob berishadi. Joylaringizni band qilishingiz mumkin. Inshaalloh bizning safarimiz 21-mart kuni. O'zingiz ketadi. Inshaalloh men safarimiz 21-mart. Qolgan kunlarga ham bemalol qo'ng'iroq qilib, operatorlarga pasportingizni tashlab, uzoq masofada bo'lsangiz yoki filialga, ya'ni ofisga borib ma'lumot olaman desangiz, aloqaga chiqsangiz, operatorlar o'sha o'zingiz viloyatingizga yaqinroq ofisga plakatsiz tashlab beriladi do'stlar. Albatta videomiz cho'zilib ketgan ming bor uzr so'raymiz. Sizdan ozgina vaqtingizni o'g'irlab qo'ygan bo'lsangiz, albatta rozi bo'lsa ketkizgan vaqtingizga kim umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Batafsilroq ma'lumot olish uchun. Salomat bo'linglar. Kelgusi videoda yana yangiliklar bo'lsa sizlarga ulashib boramiz do'stlar.